Hurmatli obunachilar, niyat qilgan edim. Mana bu nomerning egasini taniganlar bormi? Bloger akamizning uylariga keldik. Ahror akani, Ahror aka. Qalaysiz, salomatsiz? Salomatmisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Xudo xolasa aka, bu baraka bo'ldimi? 70 ga beryapsiz. Yo'q, aka. 70 ga 72 mingga beraman. 70 ga baraka qildik, aka. Rostdan. Mashinani sotmoqchi bo'lyaptilar. Nega mashina emas bo'pti? Bizga bugun akam mehmonga keldilar va zo'r narsa o'rnatib berdilar. Menimcha bu narsa barcha hovlida yashaydiganlar uchun juda ham kerakli narsa. Keling ko'rsataman. Mana bu shlankani ko'ryapsizlar. Bardak bo'lib yotibdi. Bu uyga mehmon kelsa ham mana bu yerda turadi, buni xunuk turadi-da. Lekin buni yechimi bor ekan. Men buni bilmagandim. Mana bugun bildim. Mana bunaqa narsalar chiqib ketdi, qaranglar. Mana Xitoyning narsasi takoy baraban. Buni 20, 25, 30 metrligi bor. Sizlarga hozir ko'rsataman, qaranglar. Xudo tortasizlar. Meniki 25 metrlik. Mana yoqasizlar. Qaranglar. Har xil pozitsiyasi bor mana. Bizda hozir napor kam, lekin napor zo'r uylarga вообще chotki. Kechqurun bo'lganiga napor hozir hamma mana shu sepotdi. Вообще zo'r. Buni mana bitta kurchog'a o'tkazasiz, yopiladi. Buni qaytarib qo'yish qanaqa bo'ladi? Qaranglar. Bitta tortdinglar, bo'ldi. Mana texnologiya deydi-ku. Mana ko'rinishlari ham zo'r. Buni chetga qo'yib qo'yasizlar. Bo'ldi. Xullas mikroklimat.uz da bundan tashqari mikroklimatlar bor. Uylarning tepasiga qo'yiladi, hovlilarning o'rtasiga. Bundan tashqari jalyuzi pardalar. Jalyuzi parda. Mana shunaqa naborlarning har xili bor. Bularning juda ham sifati zo'r. Xudo xolasa sizlarga juda ham ko'p yillar xizmat qiladi. Rahmat aka. Xolasa sotsam, обязательно sizga bo'ldi aka. Pul naqd lekin aka. Hozir siz bardachada turibdi. Ko'rasizlar, pul ko'p deb boshlandi.